Urra furaga mana jugartish. Yo bismillah deymen. Furaga urra mana kaknada. Mana Assalomu alaykum hammaga YouTube platformasiga Ali Ko'mirchi qayoqqa jo'g'alding deb. Ali Ko'mirchida kimlardir xabari bor, kimlardir yo'q. Biz Moskvadan Tojikistonga, ya'ni Rossiya, Moskovskiy oblastdan juk Jiyamanda Tojikistonga juk jo'nataman. İnşallah nasip qilgan bo'lsa, kechaning oldingi kuni biz 3-furamizni yo'lga chiqarib, mana 4-furamiz ham mana shu yerda turibdi. Uje buni ham juklab qo'yganmiz. Nasip qilgan bo'lsa, uje dushanba kuni, bugun shanba bo'lsa, 2 kundan keyin dushanba kuni buning galavasi ham artilib, zartaran qilib Tojikistonga yo'lga chiqaraman aynan. Hazır biznes Moskvada biznes mana shu juk jo'natish, kargoda. Mana nasib qilgan bo'lsa, polni xod juklarda olib kelganman. Mana shu sirrochnaga kimda nima juk bo'lishidan qat'iy nazar, sirrochna mana shu Moskovskiy oblastdan o'zim borib olaman aynan, sal ko'proq juk bo'lsa. Kilasi qanchadan? Kilasi 100 rubldan aynan. Jashirmayman hammaga. O'zim borib olaman. Bitta pamirdan boshqa Tojikistonning Liboy rayon, Liboy yerga dastavka qildiraman. Mana shu pastdagi ekrandan nomerlarga bemalol aloqa chiqa bersa, promoydan o'ring, promoy bo'lmasa WhatsAppdan o'rasiz. Hozirgi kunda nima qilyapmiz? Bunda Xudoga shukr 4 ta fura urdik. Endi 2 oyning ichida 4 ta fura men uchun bu katta jutuq deydi. Samgilarni Jükler baryatiri. Maqsad xalqqa tarqalayatiri. Onun ustiga nima deyman, operator baxki. Mana shu juk jiyish uchun mana shu gazelim bor. Ondan keyin yana bitta porterim bor, 2 ta mashinam bor. Mana shu Moskovskiy oblastida polni xod juklarda jiyaman. Hozir aytyapman qo'yna, sirrochnaga reys bor, sirrochnaga. Kimning nima jugi bor, sirrochna bersinki, nasibsa Tojikistonga dushanba kuni akşam mashin jo'naydi. Aytapman, o'zim borib olib, o'zim aparib, maqsad bu yoqdan o'zim olib borib olamanda, u yoqda o'zimning shogirdlar polni xod tarqatadi. Bemalol. Mana shu xalq shu nima ish boshlashimdan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlab kelib, shu sizlar bilgan, shu men Ali Ko'mirchiman aynan. Shuning uchun mana shu videoni maksimal darajada tarqatingizlar, anog'ingizlar. Dushanba kunga reys qo'yilgan. Mana shu reysga uspet qilib turib, iloji bo'lsa salgina yetmaydigan yerim bor. Shuni to'ldirib bersangizlar, 4-furam ham Telekom yana Tojikistonga chiqadi. Chunki kechaning oldin 1 furan chiqardik. Endi 4-ni dushanba kuni chiqaramiz. Uje sezon xalqning jugi bor. Kimgadir maqsad mana shu videomiz polezin tomoni bo'ladi. Eminim men boshqani reklama qilmayman yo boshqa narsa qilmayman. Ali Ko'mirchining o'zimen biznes o'zimkayni o'zim jiyaman, o'zim tarqattirtaman. Shuning uchun jonlar zaman bo'lsin, mana shu videoga like, kommentariya keyin tarqatib qo'yinglar.